Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ilohim joylari jannatdan bo'lsin. Iltimos, mana shu videoni maksimal darajada xolis Alloh uchun shu videoni maksimal tarqatib qo'yinglar. Videoga like bosib, Rossiyaga ishlash maqsadida kelmoqchi bo'lgan va Rossiyaga farzandini jo'natib, O'zbekistonda yoki Tojikistonda musofir yigitlarimizni kutib o'tirgan ota-onalariga va Rossiyada ishlab yurgan aka-opa-singillarimizga ushbu video maksimal darajada tarqalishi shart. Negaki, mana bugun 1-oktyabr 2025-yil Rossiyaga ishlash maqsadida borgan O'zbekistonlik, Namanganlik, aynan bizda ham qishlog'imiz, o'zimiz bilan bir joyda yashagan ikkita akamizni jasadi keldi. Mana nima oqibat. Nimagaki bu videoni chiqarishimdan maqsadki, mana Rossiyaga ko'pchilik ishlash maqsadida boradi va u joyda har xil vaziyatlarga tushadi. Mana bu akalarimiz ham o'sha aynan tog'a jiyanning o'g'illari, ikkita farzand 1981-yilda tog'ani o'g'li birinchi o'sha jasad 3 kun oldin keldi. Uni hamma yo'ruq, yo'sinlari joyiga olib borib qo'yib, Allohga omonatini topshirgan joyda o'sha Moskvadan uchib keldi jasad va jasadda mayitni joyiga qo'yildi. Hamma narsasi o'tgandan keyin endi bugun mana 1-oktyabrda ikkinchi jasad ham ikkinchi mayit ham tayyorligi, ya'ni bu sherigi ham o'z jonini omonatini topshirganligi haqida ma'lumotlar keldi va uni ham endi bugun mana 1-oktyabr deyapman, olib kelishga harakat boshlandi. Ya'ni jasadni Rossiyadan O'zbekistonga olib kelish kerak. Inshaalloh Xudo xolasa bunga hozircha harakat ketyapti amalda va ertalarga yoki ertadan keyin u ham yetib keladi. Va bu nimaga musofirlarga tegishli joyi bor Zuhriddin deydigan bo'lsanglar, albatta musofirga tegishli joyi juda ham katta. Ya'niki bu akalarimiz ham o'zimizni ham qishloqlar 1 yil oldin Rossiyaga ishlashga ketishadi. Nimagaki, u yerda endi qandaydir konflikt bo'lib, ozgina ishlaganlardan keyin taksist bilan tortishib qolishibdi-da. Men bu xabarim yo'q edi. Endi hozir mana shuncha ish bo'lgandan keyin aytishyapti, endi bildim. Ular asli Rossiyada ishlab yurgan paytda o'sha taksistni o'ldirib, bo'g'ib o'ldirishgan ekan ikkalasi va ikkalasi qamoqqa 16 yil surok berilgan ekan Rossiyada. Va 16 yildan 8 oy qamoqda o'tirib va 8-oyda o'sha urushga taklif ketilgan. Ya'ni o'sha salkam 1 yil bo'ladi, 1 yil o'tirishgan, lekin bilasizlar, hozirgi kunda urushga juda ham odam kerak Rossiyaga va bu aynan qamoqdagi odamlarga birinchi bo'lib zarba tushadi. Ya'ni har kuni qamoqda qiynalib o'tirgan bo'ladi va uni oldiga kelib, "Sen 1 yil o'sha joyda xizmat qilib bersang bo'ldi, qolgan so'ragan 15 yilni biz kechib yuboramiz, ozod bo'lasan" deb rosa miyasiga qo'yishgan va bu ikkita o'zimizni namanganlik akalarimiz bunga rozi bo'lib urushga ketishibdi. Va o'sha urushda ham endi qancha xizmat qilishganini bu o'zlari bilishadi. Chunki bu narsadan hech kimga xabar yo'q. Hammamiz qamaldi deb o'tirgandik. Lekin aslida esa qamoqda emas, urushda ekan. Mana 3 kun oldin keldi bitta o'sha amakini farzandlari keldi, uni mayit qo'yildi va mana bugun xabar kelyapti. Oshna ikkalasi bitta sinfda o'qigan, tengqur va tog'a jiyanning o'g'illari. Endi bugun mana jiyan, o'sha ikkinchi amakining o'g'illari bugun xabar kelyapti. U ham urushda halok bo'ldi. Mayitni olib ketinglar va mana mayitga harakat qilinyapti. Bu videoyimdan maqsad mana ikkala oilaga ham sabr tilaymiz. Inshaalloh tez orada bu ikkinchi mayit ham kelsa, uni ham o'z manziliga kuzatamiz. Mana nechta go'daklari bordi, ikkalasida ham farzandlari bordi. Bular nima bo'ldi? Endi yetim qoladi. Ota-onasi qiynalyapti bu yerda. Juda ham bugun ularning ahvolini ko'rib juda ham mana haqiqatan ham achindimki, mana doim ota-onalarga biz hozir ta'kidlab qolardikki, mana shular ham mana 81-yil bo'lishiga qaramay o'sha joyda bezorlik qilganda, biz bu videoni chiqarishimizdan maqsad iltimos musofirda yurgan akalar, opalar, mana shu urush temasiga hech qachon aralashmanglar. Yaxshi maslahatim. Sizlarga grajdanstvo beraman deydi, katta oyliklarni va'da qiladi, nimadirlar qilib miyangizni egallashga harakat qiladi, zaharlashga harakat qiladi. Siz hech qachon urushga borishga rozilik bermang. Nima beraman degan taqdirda ham. Va agar siz qandaydir jinoyat qilib qo'ydingiz va siz koloniyalarda o'sha jinoyatni o'tayapsiz, o'sha joyda ham sizga urushni taklif qilib 20 yil surok bergan taqdirda ham o'sha 20 yilni kechaman sendan urushga bor, 1 yilda qaytib kelasan degan taqdirda ham iltimos bunga rozi bo'lmanglar. Mana sizlarga oyna
Mana shu videoni maksimal tarqatsanglar, hamma bilsin, hamma ko'rsin, hamma eshitsin. Bu realni men o'zim ko'zim bilan ko'rib, borib, eshitib, bilgan voqeamni aytib beraman. Hayotiy voqea bo'lgan ish. Mana bugun 1-oktyabr sanasi bilan aytayapman. 3 kun oldin 27-sentyabr kuni bitta mayit qo'ygandik. Mana bugun 1-oktyabr, ikkinchi mayit o'sha yo'lda. Tushunyapsizlarmi? Tog'a jiyanning o'g'illari ikkalasi ham 81-yil. Ikkalasi ham vafot etdi. Rossiyaga ishlagani ketgandi. Afsuski, bu kunni hech kimning boshiga tushmasin. Biz faqat ogohlikka chaqirish maqsadida ushbu videoni tayyorladim. Men o'zim so'z berdimki, men bugun ekran qarshisiga chiqaman, videoda hammaga aytaman bo'lgan voqeani va hammani ogoh qilaman dedim. O'zimdan soqit qilish maqsadida. Ya'niki bu videoni balki hamma ko'rar, balki ozgina odam, balki hamma videoga like bosib olsa, hamma ko'rsa, millionlab aholimiz o'sha O'zbekistondan borgan ishlash maqsadida hamma ko'rsa edi, hamma shunaqa vaziyat kelsa, meni videoyimni eslasaydi, men juda ham xursand bo'lardim. Ya'ni Zuhriddin aytuvdi, haqiqatan ham o'sha urushga jo'natganda urushda o'lib kelgan, men urushga bormayman degan narsa miyaga o'rnashib qolsa, biz maqsadga erishgan bo'lardik. Shuning uchun ham men so'rab qolardim, iltimos qilib qolardimki, mana shu videoni xolis Alloh uchun like bosinglar, tarqatinglar. Mana shunaqa norasida go'daylar yetim bo'lib qolmasin. Iltimos sizlardan. Ota-onalar, hammanglar o'g'linglarga, farzandlaringizga, qizinglarga iltimos Rossiyada yurgan bo'lsa, yetkazinglar. Shu voqeani kerak bo'lsa aytib beringlar. Realni voqea aytyapman. 1-oktyabr sanasida hozir video qilyapman. Realni voqea. Shuning uchun bunaqa vaziyat hech kimga ravo ko'rmasdim va hech kimga ravo ko'rmayman ham. Achinganimdan bu videoni tayyorladim. Menimcha bu video hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Iltimos, Rossiyaga ishlash maqsadida bordingizmi, urushmang, tortishmang, nima desa ham xo'p deng. Iltimos, musofir akalar, opalar, sizlarni oilalar kutyapti. Oilalar, tushunyapsizlarmi? Musofir yurtdasizlar. Musofir yurtda iloji yo'q, hamma narsaga ko'nish kerak. Mana bu ota-onalarni o'ylaylar, farzandlaringni o'ylaylar orqalida qolyapgan. Ozgina pul desa kontraktga qo'l qo'yib, mana vitnejnitsiya beraman, pasport beraman desa, unga uchib qo'l qo'yib, ertaga yosh umringizni xazon qilib, o'zingizdan ortingizda qolayotgan oilangizni ham butun umr ichitini yeb o'tadi. Ota-onalaringiz ham, farzandlaringiz ham, ayolingiz ham. Shu narsalarni ham o'ylaylar. O'shaning uchun iltimos qilardimki, Rossiyada tez ishni bitirib qaytadigan zamon keldi. Rossiyada qoladigan vaziyat qolmadi. Rossiyaga bormanglar demayman, boringlar, faqat ishni qilib, pulni tez topib qaytinglar. O'zbekistonda maza qilinglar. Rossiyada emas. Rossiya maza qiladigan joy emas. Aynan hozirgi kunda Rossiyani havasi qolmadiki, u yerga borib dam olishga. Nima bo'lgan taqdirda ham ishlagani boryapmiz, majburlikdan boryapmiz. Mayli, boring. Ish ko'p, bor, topib beramiz ish. Lekin o'sha joyda tartib-intizomga qat'iy rioya qilib, sabrli bo'lib, o'sha hissiyotlarga berilmasdan o'zingizni jilolab ishlab kelsangiz, shunda albatta yutasiz. Yutuq marra sizniki bo'ladi. Shunda mana bunaqa holatlar sizning oilangizda sodir bo'lmaydi. Bu shunchaki ichimizdan kuyib pishib gapirishimizdan maqsad ham shu. Ya'ni xalqni ogoh qilish, xalqni ertaga boshiga bunaqa og'ir kunlar tushishini oldini olish va bo'ynimizdagi o'sha vazifani ado etish. Barcha musulmonga yordam berish kerak, musulmonga ogohlantirish kerak. To'g'rimi? Shuning uchun biz sizlarni ogohlantiryapmiz. Amal qilish o'zingizlardan. Ertaga mana shunaqa holat hech kimda sodir bo'lmasligini kafolatlay olmaydi. Shuning uchun bunaqa voqea bo'lmasligini o'zimiz kafolatlashimiz mumkin. Ya'niki intizomimiz bilan, tarbiyamiz bilan, urushqoqlik qilmasdan yaxshi borib ishlab kelsak, xudo xolasa bunaqa narsalar bo'lmaydi va bu hodisalar qayta takrorlanmaydi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, tuninglar osud bo'lsin. Musofirdagilar, iltimos, tani joylarni omon qilinglar, sog'likda, salomatlikda, oilalarni bag'rida ko'rishlik nasib qilsa hammaga.